Hop là, merci Anatole d'avoir accepté l'interview. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, dire dans quelle mesure, pourquoi tu es là, semaine d'études ouïghours, et puis éventuellement dire 2-3 mots sur ce que tu fais bien sûr, et voilà, de ce que tu penses de l'association Goose, de la culture ouïghour, des choses comme ça s'il te plaît. Alors, une question à la fois. Alors, je m'appelle Anatole Douot, j'ai 23 ans, j'étudie ici à Sciences Po, je fais un master en relations internationales et je prépare un mémoire sur les questions énergétiques au Kyrgyzstan et au Tadjikistan. J'ai passé 2 ans au Kazakhstan et au Kyrgyzstan, donc c'est une région qui m'intéresse pour des raisons académiques principalement. Et donc je m'intéresse à la région ouïghour parce que j'ai rencontré Timur il y a quelques mois et que je m'occupe aussi d'une revue online qui s'appelle francecool.com et avec qui on a un partenariat, donc au groupe j'ai fait un partenariat pour retranscrire les articles publiés sur Regard sur les Ouïghours sur France Cool Online et donc ça a permis à France Cool d'ouvrir la région post-soviétique sur le Xinjiang. Donc voilà pourquoi je suis ici, pour représenter en quelque sorte le partenaire de Goose et de Regard sur les Ouïghours, francecool.com. Parfait, merci beaucoup Anatole. Alain Cariou, merci d'avoir accepté l'interview. Écoutez, je vais vous demander de vous présenter, nous dire pourquoi vous êtes ici au Festival Ouïghour, aux Journées d'études ouïghours, et puis nous faire éventuellement un petit retour là, sur le festival, nous dire ce que vous pensez des activités de l'association, des choses comme ça, s'il vous plaît. Bien, alors je suis géographe et par essence les géographes sont curieux, donc j'ai été amené à m'intéresser à une région du monde qui est peu étudiée, peu connue dans les médias ou du grand public. Donc l'Asie centrale, ça m'a toujours fait rêver et intriguer. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis intéressé à cette région et c'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui où j'ai fait une présentation en montrant quelle est la stratégie chinoise à l'égard du Xinjiang, qui fait de cette région une région un petit peu tête de pont pour la conquête économique de l'Asie centrale. Très bien, ok. Est-ce que vous avez apprécié le festival, la tenue du festival? Est-ce que les interventions étaient à la hauteur de ce que vous attendiez? Alors effectivement, au niveau de l'organisation, je crois qu'il n'y a rien à redire. Hein. C'est à la fois, on a assisté à la fois à des communications telles qu'on peut les rencontrer dans un colloque international, donc avec des interventions de haut niveau, et paradoxalement, on a aussi une ambiance un petit peu qui tranche avec les colloques un petit peu figés et où on a des Ouïghours, des jeunes étudiants dans une ambiance bon enfant avec de la bonne nourriture ouïghour et donc ça donne un côté très sympathique, très convivial à cette manifestation. Écoutez, merci beaucoup Alain Cariou. Bonsoir Estelle, merci d'avoir accepté l'interview. Est-ce que tu pourrais s'il te plaît te présenter, nous dire qu'est-ce que tu fais ici en fait aux Journées d'études ouïghours et puis ce que tu penses un petit peu de l'activité de l'association, ce que tu as vu, nous faire un petit retour sur les journées s'il te plaît. Moi je suis Estelle. Je me tâtais en fait pour venir faire de l'ouïghour à l'INALCO. D'accord. Et là, comme il y avait cette semaine organisée par l'association, je me suis dit que c'était encore le meilleur point d'entrée. Comme ça, quand je commencerai les cours de langue, j'aurai déjà une bonne vision de la culture qui va avec, un peu de la langue aussi. Et ouais, c'est un super point d'entrée. Et bravo à l'association qui organise tout ça. Parce qu'en fait, elle nous fait non seulement sentir les choses intellectuellement par les interventions scientifiques, mais aussi, enfin, ça passe vraiment par le corps, parce que tous les midis, on a droit à de la cuisine ouïghour
variées. Et après, pour bien digérer, on peut danser aussi. Ça arrive, effectivement. C'est encore très physique. Donc voilà, au final, on aura passé une super semaine avec un esprit sain dans un corps sain. Ah bah, tant mieux. Est-ce que tu vas du coup prendre des cours ouïghours à l'issue? Des cours d'ouïghour, oui. Ouais, c'est bon. Des cours de danse ouïghour, j'avais déjà commencé juste avant et puis je vais continuer. Et voilà. Et bah, c'est parfait. Merci beaucoup, Estelle. De rien. Bonjour Jean-Paul, merci beaucoup d'être là. Est-ce que vous pourriez me présenter, nous dire pourquoi vous êtes ici au festival de la semaine d'études ouïghours, à la semaine d'études ouïghours, je fatigue un petit peu, et nous dire un petit peu ce que vous pensez de l'association, du festival, de la culture ouïghour, ce qui vous vient, ce que vous avez envie de nous dire. Oui, donc moi je suis ici puisque je travaille depuis quelque temps sur les questions ouïghours, sur le Turkestan chinois, le Xinjiang. En tant qu'anthropologue, j'étudie les transformations qui ont lieu à la lumière du grand développement de la Chine dans ces régions actuellement. J'ai donc tissé des liens avec des Ouïghours, notamment des Ouïghours de diaspora, et j'ai pensé que cette initiative me paraissait tout à fait pertinente et d'excellent niveau pour prendre rang dans les recherches, dans les questions qui sont vulgarisées, qui sont mises à disposition des gens qui s'intéressent à ces problèmes internationaux. Donc je pense que la visibilité de votre initiative est acquise. Enfin, il me paraît que la qualité du colloque le montre. Et donc je suis très heureux d'avoir participé à cette initiative. Merci beaucoup, monsieur. Impeccable. Bonjour Madame Poujol, merci d'avoir accepté l'interview. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît, nous dire ce que vous faites ici, pourquoi vous êtes à la semaine d'études ouïghours, et puis nous dire un petit peu ce que vous pensez du festival, de l'association, quelque chose comme ça, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. Écoutez, moi je suis Catherine Poujol, professeure à l'INALCO, où j'enseigne l'histoire et la civilisation de l'Asie centrale depuis 1982, donc ça fait un moment. Effectivement, et donc c'est bien normal du coup de s'intéresser aux Ouïghours, puisque pour ce qui concerne l'Asie centrale, c'est une minorité qui possédait sa majorité à l'extérieur, donc au Xinjiang. Mais je dois dire que la première fois que je suis allée à Tachkent en 1979, eh bien j'ai rencontré des Ouïghours très tôt, et donc je connaissais leur existence, leur culture. Leur histoire, je l'ai suivie de près, parce que quand on travaille sur l'histoire de l'Asie centrale, on est forcément dans à la fois l'histoire ancienne, l'histoire moderne et contemporaine. Donc voilà, donc pour moi c'était tout à fait naturel d'apporter mon soutien à l'organisation de ce festival, de présenter donc, le projet au conseil scientifique de l'INALCO, de le soutenir. Et ensuite, eh bien, comme je l'ai soutenu, j'y ai assisté, parce qu'en plus, faire venir des collègues, rassembler des spécialistes de ces questions pendant quelques jours à Paris, c'est une chance pour tout le monde. Et donc, il faut être présent, il faut être là. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bien, le cours d'ouïghour, effectivement, on a eu la chance de pouvoir l'organiser à l'INALCO depuis l'année dernière. Donc c'est vrai que c'est venu compléter les 96 ou 17 langues de l'INALCO. Ça faisait longtemps qu'on attendait ce moment. On a enfin pu le faire, pu le mettre en place. Il y a beaucoup d'étudiants, c'est un beau succès, donc on espère que ça va bien continuer. On pourra avoir plus d'heures, faire un deuxième niveau après un premier niveau, enfin voilà, construire cet enseignement en consolidant le reste de l'enseignement sur la civilisation de l'Asie centrale, en y adjoignant évidemment les langues et les littératures de la région. Merci beaucoup Madame Poujol. Bonjour Monsieur Zarkon, merci d'avoir accepté l'interview. Est-ce que vous pourriez vous présenter, puis nous dire un petit peu pourquoi vous êtes au Festival Ouïghour, aux Journées d'études ouïghours, et je vous laisse vous présenter. Alors j'ai une formation d'historien. Bonjour
bonjour Cécile, est-ce que vous pourriez s'il vous plaît vous présenter et nous dire pourquoi vous êtes ici au Festival Ouïghour et dire quelques mots sur l'association ou sur les Ouïghours, ce que vous en connaissez, s'il vous plaît. Voilà, moi je travaille à l'OFPRA, c'est l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides. C'est dans ce cadre-là que je suis venue aujourd'hui participer à l'étude Ouïghour. Ok. Donc le métier consiste principalement à recevoir des demandeurs d'asile. Ok. Dans le cadre de la session Asile, on reçoit quand même pas mal de Chinois et principalement des étudiants qui viennent en tant que demandeurs d'asile et qui ont des craintes dans le projet. Ok. D'accord. Qui ne peuvent pas rentrer chez eux. D'accord, ok. La problématique ouïghour dans ce cadre-là. Ok, très bien. C'est pour ça que vous êtes avec nous. D'accord, ok. Est-ce que vous connaissez un petit peu la culture ouïghour du coup? Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir des interventions aujourd'hui? Est-ce que vous avez eu l'occasion de goûter la nourriture? Surtout au travers de l'association et de ses activités. Moi, à la base, j'ai une formation en psychologie et j'ai travaillé en Chine. D'accord. Ça m'a pas encore amené jusqu'à Kashgar et jusqu'au Xinjiang, mais du coup, ça donne vraiment envie. Ok. Et ce matin, prochaine étape, physiquement y aller. D'accord, ok. Très bien. Et merci beaucoup Cécile. Assalomu alaykum Abdulka. O'zingizni bir qisqacha tanishtirib o'tsangiz bo'pti ekan. Va alaykum assalom. Men Abdulka Kamalov. O'zim Qozog'istondan keldim. Qozog'istonda Benliy akademiyasida Uyg'ur ishlatib markazida ishlayman. Bizning universitetda cho'ng ilmiy xodimdaymiz. Bizim tarix bo'yicha uzaq yillardan ishlayapman. Uyg'ur tarixini, dastlabki Uyg'ur xalqligining tarixini o'rganganda, bundan keyin oxirgi yillarda boshqa tarix problemalari bilan shug'ullanyapman. Endi siz Parijda hozir bir hafta bo'ldi, sizmi shu bir necha kun bo'ldi, sizmi shu yerda Parijda bo'lib kelyapsiz. Nima uchun Parijga keldingiz? Shuni bir so'zlab qo'ysangiz. Birinchi Parijga kelganim sababi birinchidan yil yozda Dilnur bilan tanishib qoldik. Shu Dilnur shu faoliyatni planlab etibdi. Shunga shu uyg'urshunoslik bo'yicha bir necha maqol, bir necha doklad qilsangiz deb taklif qilgandi. Shunga shu faoliyatga bir o'zim ishlayotgan bir necha masalalar bor. Shularni tanishtiray deb shu maqsad bilan qatnashyapman. O'zingizning tadqiqot natijalarini tanishtiray debmi? Bo'ldi. Endi bu faoliyat Uyg'ur haftaligi faoliyati Parijda bir haftadan yoqi bo'lib kelinyapti. Sizmi boshdan oxir qatnashib keldingiz. Sizmi shu faoliyatga nisbatan o'zingizning ko'z qarashini bir so'zlab qo'ysangiz. Eng birinchi albatta biz shu uyg'urshunoslik bo'yicha faoliyat bo'ldi degan vaqtda eng birinchi menga kelgan muhim bir o'y. Burungi vaqtlarda men o'zim Qozog'istonga kelyapman. Qozog'iston Sovet ittifoqida eng uyg'urshunoslikning eng bir muhim markazi bo'lgan. To'g'ri. Biz tarafda uyg'urshunoslik bo'yicha faoliyatlarni asosan biz tarafda ilib bordik. Shunga bizning tajribamiz yaxshi ko'p bo'lgan. Shunga oxirgi vaqtlarda endi uyg'urshunoslikning taraqqiyoti boshqa davlatlarga o'tyapti. Shunga shu Parijda, Fransiyada birinchi qatam uyg'urshunoslik bo'yicha cho'ng bir faoliyat o'tyapman va bizim men Qozog'istonlik uyg'urlardan nomidan ko'p razılığımızı bildirimiz. Shunga bu menimcha cho'ng bir voqea, cho'ng bir faoliyat. Bu faoliyatning muhimligi shu uyg'urshunoslik olimlarni yig'ib uyg'urshunoslikni taraqqiy qilish. Shunga bu uyg'urshunoslik bo'yicha ilib ketayotgan shu konferensiyada, birinchidan biz bu yerda o'zaro o'zimizning ishlayotgan tadqiq qilayotgan masalalarimizni ko'tarib
keyin fikir almashtirish degan bu cho'ng bir masala. Undan keyin yana qo'shimcha aytadigan bir narsa bu faqat ilmiy emas, bu yerlik Uyg'urlar bilan tanishib, Uyg'urlarning xeyli Parijda ko'p ishtirok qilishlar. Bu faoliyat faqat ilmiy faoliyat emas, biroq sizlarning Mishalki Uyg'ur jamiyatining bir cho'ng ilmiy madaniy faoliyati deb hisoblayman. Endi shu Uyg'ur O'g'iz shu uyushmasi bilan siz Dilnur orqali tanishganligingizni deb o'tdingiz. Shu O'g'iz uyushmasiga o'zingizning ko'z qarashini bir deb qo'ysangiz. Endi menimcha bu shunday bir assotsiatsiya O'g'iz tashkiloti Müştak teşkilatlar çok rol oynaydı deb o'ylayman. Ondan keyin sizlar eng birinchi bu sizlar Uyg'urlarni yig'ish, bir yerga yig'ishtirib, ondan keyin yerda bir faoliyat berish, ondan keyin boshqa mashalada turayotgan Fransiyaliklarga tanishtirish, ishqilib har Uyg'urlar joylashgan yerlarda bir shunday tashkilotlar bo'lishi kerak. Bu tashkilotlarning o'zining sizlarning hayatlarını bir redleş, anladık başkalarını tanıştırış, yardım kılış, şu taraflarda çok rol oynadı böyle. Anladık ki bu Paris bir çok dünyanın merkezi, kültürel merkezi, medeniyet merkezi de bizimiz şunun bir yerde köp caylaşıp, Uygurlar caylaşıp, çok okuvat konuğu ben bizem bek muhursanman. Bunda çok tileklerini şu taraftan texnik bilimlerini aşırılar. Rahmet. Şu hem de minutiligim. Sizge köp rahmet Abdülka. Yani ahırkı bir sual. Hem de bu Fransiya bulup hem de Paris'ni merkez kaldı. Fransiyada Uygurlar yakın bir 7-10 yılın aralığında Uygurlar çıkışa başladı. Köpüncüsü hem de okuvchilar. Asaslı kısmını ilgileydiğen Uygurlar köpüs okuvchilar. Hem de şu okuvchilarning turmuşumu her xil hem de teşvik çıkan ekan ig'ir bo'ldi, ba'zilarini oson bo'ldi, hamma odamni o'xshamaydi. Endi sizning shu Uyg'ur o'quvchilariga bo'lgan biroz so'zlaringiz, taklif nasihatlaringiz bo'lsa bir so'zlab o'tgan bo'lsangiz. Endi men evde deb o'tgandim. Endi eng birinchi yerga chiqishinglarning masalasi maqsadi bu bilimlarni oshirish. Shuning uchun qanchalik ko'p bilimlik bo'lsanglar, qanchalik Uyg'ur yoshlari bilimlik bo'lsa, her türlü sahalarda işlesanglar, bilimlerini aşırsanglar bu en muhim sizlerin şu Uyghur medeniyete koşkan en çok bir tutumlar, onun toplumlar da koyulmuş. Şunun en birinci bir değişim deytilen nerse bu fakat bilim bir vakti de Lenin itip ketken söz ve okuş ve yana okuş diye. Şunun için en birinci, en mühim narsa bu bilim. Şunun için sizlerge tiklerdi ondan bilim. Doğru, Lenin'in bu sözünü hemimiz kişimizde cihanlap kettik. Bilmiyorsun hakikaten doğru ediniz. Sizge köp rahmet ediniz Abdülka. Sizlerge bir rahmet. Yaxshimsiz? Yaxshi, rahmat. Sizga Yaxshi, rahmat. Endi siz o'zingizni bir qisqacha tushuntirib baqsangiz bo'pti ekan, tushuntirib o'tsangiz. Savollarni siz o'zingizni bir birinchi savol, men birinchi savolim o'zingizni bir qisqacha tushuntirib o'tsangiz. O'zingiz ismingiz nima qilasiz, nerda tursiz? Endi shu tadqiqotingiz nima degandek. Buyurun, men bir şey bir narsa sormoqchi. Bu Assalomu alaykum Gulnisada. Siz o'zingizni bir qisqacha bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Alaykum assalom. Mening ismim Gulnisa Nazarova. Men bu yerga hozir Amerika Indiana universitetidan keldim. Men o'zi asli O'zbekistonlik. Ota-onam Volgadan chiqqan 60-yillari. Shu mavjum Qirg'izistonda bo'lib, O'zbekistonda cho'ng bo'lib, keyin 2005-yili shu Indiana universitetiga Uyg'ur tili o'qituvchisi bo'lib taklif qilindim. Shu hozir shu yerda ishlab kelyapman.
Undaq bo'lsa bu siz Parijda bu bir hafta bo'lishingizning sababini bir tushuntirib bersangiz bo'lardi. Ben bir yerde bir şu ilmi Uyg'urshunoslik haftaligiga qatnashgani keldim. Mana sizlardan nihoyat minnatdorman. Men bu konferensiyaga shu oxirgi kuni vaqtimni qoldim desam bo'ladi. Dilnurdan xat keldi. Shunaqa bir faoliyat bordi, qatnasha olamiz sizlar. Bugungi temangizni yozasizlar. Qarsam vaqt pek az qoldi. Ulgurgandim deb nima asirgandim. Yani viza ish kerak, bu yoqqa kelmak oson emas ekan chet eldan. To'g'ri. Ishim o'ngishli bo'ldi. Mana Xudoga shukr kelib shu faoliyatga qatnashyapman. Sizlardan minnatdorman. Sizning kelganingizga biz ko'p minnatdormiz. Mushu bir haftalik Uyg'ur haftaligi Parijda o'tkazayotgan. Sizmi bir necha kun bilan qatnashib kelyapsiz. Mushu faoliyatga bo'lgan bir o'zingizning his tuyg'ularingizni so'zlab bersangiz bo'lardi. Menimcha sizlar nihoyat bir cho'ng ish qildinglar. Sizlarga ko'p rahmat. Chunki men Oğuz uyushmasi deganda bu qanday bir uyushmaki deb o'ylagandim. Qarsam o'quvchilar uyushmasiga. O'zinglar bir o'qishga chiqib bu yoqqa. Siz degandek bu yerda o'quvchilarni uydan ayrilib, ota-onasidan ayrilib kelib musofirlikda cho'q o'qish ishlash oson emas. Mana shu o'zinglar ham o'qib, ham ishlab, yana shular bir uyushma qurib, bu oson emas. Sizlarga sizlarning muvaffaqiyatlar tilayman. Xudo sizlarga kuch-quvvat bersin. Nihoyat cho'ng ish qilibsizlar. Sizlarga ko'p rahmat. Men bu Uyg'urlarning nomidan sizlarga o'zimning minnatdorligimni bildiraman. Qarsam mana jurnalni chiqarib etibsizlar. Men 2 soatni oldim. Xudoyim buyursa qolgan sonlarimni qo'limizga tegadi deb o'ylayman. Chiqib qilayotgan ishimlar nihoyat yaxshi. Men bek xushal bo'ldim. Bu yoqqa kelishdan burun men bu yerda bunchalik ko'p Uyg'urlarning borligini bilmabdi ekanman. Ben neçə gündən beri mənim şu oxucular, şu mən izah edib getirdim. Oxucular şu ağımızdan sürüb xalqa yerlər, biz xalqa yerlər, bizni apırıb oynadıq. Mən müşərrət yolumuzu elətdi. Aman olunlar, köp rəhmət. Mən bək minnətdarman. Bu uyuşmadan sizlər xoşal oldum. Rahmat, herkes izah etişinizin acıdı yok, biz onu kılışık tekişimiz. Şimdi yani en ahırkı bir soray. Oğuz uyuşumuz bilen siz tanışış, Dilnur prezidenti Dilnur'un ki sizle alakalışı bilen arkalık oldu. Şunu Oğuz okuyucular uyuşumuzunu bir kuru teklif ettiniz. Şimdi şu Paris'teki okuyuculara bir köngül sözünüzü de baksanız bu tiki. Vay Abdülhakam etkandek bu o'qish nihoyatda muhim ekan. Bu chet elliklar bilan teng bo'lib o'qish oson emas. Shuning uchun oldi bilan men shu o'qishdan muvaffaqiyatlar tilayman. Qarsam bolalar har xil kasbda o'qiydigan, dorigarlik, mexanik, birisi tijorat, birisi savdo. Shu yaxshi bugun ularning diplomlarini elib kelgusi yana balkim bu yerda boshqa chet ellarga yoki Amerikalarga o'qishlar davom etamiz. Yaxshi bilimli mutaxassis bo'lib, shu o'zinglarni Uyg'urliklarni yo'qotmay mana yaxshi joylarda ishlasanglar mana Uyg'ur bo'lib biz sizlarning faxrlanamiz. Shundoq kelajagimiz shundoq bo'lsa, shu o'qigan yoshlar ko'proq bo'lsa, biz bu albatta nihoyatda xushal bo'lamiz va Uyg'urlarning shu Abdulhakam komiteti o'tgandek Uyg'urlarning madaniyatiga, Uyg'urlarning taraqqiyotiga o'z to'xtamlarini qo'shsanglar bu nihoyatda bir muhim bir ish. Biz o'zimizni tanishtirmasak kim tanishtiradi bizni? Shunga shu nada bo'lmasanglar ish qilib omon bo'linglar. Yaxshi bir o'qishlarni yaxshi bitirib shu ham yana albatta bu muhim. Ana bunaqa baxt tilayman. Rahmat sizga baxt va teshamallik, salomatlik tilaymiz edi. Biz taraflar kelinglar, biz Amerika tarixi konferensiyalar uyushtiramiz. Men qarasam bu yerda men o'qituvchi bo'lganga azroq surishtirib baxtim. Bu yerda shu hukumat yordam berdi-ki, o'quvchilarga o'qish pulini azroq ko'tarib berdi-ki. Amerikada o'qish azroq qimmatroq. Lekin mukofot puliga erishsa, hukumat to'lab turdi, maktab to'lab turdi. Bu tarafdan o'quvchilar sharoiti yaxshi ekan. Shuni anglab va xushal bo'ldim. Valla o'zlarimni bu yerdagi shu o'qishdan nihoyatda minnatdor va Uyg'urlar tabiat jiqgan mana vataniy sig'imlarni Uyg'ur oshxonalariga berib, shu o'zimizning shu milliy tamoqlarimizni yeb, vatanda bo'lgandek biz shundan his qilgan uchun mana biz bu yerda mana shu kunning ichida bir necha restoranlarga bordik. To'g'ri.
Hazır Paris'te 4 restoran var. Şununla tuşluq əmdi biz mi qo'limizning kuchimizning yetishicha sizlarni kutilishga tirishib keldik. Sizlar bizdan rozi bo'lishingizni. Albatta, mana har kuni bu yerda tibida uch tomoqlar gelmiz. Buni yaxshi uyushtiribsizlar. Ko'p rahmat sizlarga. Sizlarni kelinglar Amerikaga, bizning xizmatinglarda bo'laylik. Qo'limizdan kelgancha biz sizlarga mana shunday faoliyatlar kelsanlar bizning yordam qilaylik. Allah qo'shib turaylik bundan keyin. Ma'qul. Rahmat edam olasiz. Ma'qul. Özüm sözləşkən bırakınız. Assalamu alaykum O'tkir. Sizdan bir narsa so'raydigan. O'zingizni bir qisqacha tanishtirib bersangiz. Va alaykum assalom. Yaşımsız. Meni bu konferensiyaga, bu Uyg'ur haftaligiga taklif qilishingizga ko'p rahmat. Mening ismim O'tkir. Uyg'urcha ismim bo'ladi. Chexcha ismim Andrey Klimesh. Men Pragadan, Chex Jumhuriyatidan kelgan. Pragada ijtimoiy fanlar akademiyasining sharqshunoslik institutida tadqiqotchiman. Yana bir tarafdan Charles universitetida Jungo 20-asrning tarixiga oid dars beraman. Siz nima uchun bu yer hozir Misherda kelganingizni, Parijda bo'lganingizni bir so'zlab bersangiz. Meni bu yig'inning boshlig'i Dilnur Rayhan taklif qildi. Biz burun tanishgan, do'st bo'lib qoldik. Undan keyin u yig'in to'g'riliq meni xabardor qildi. Undan keyin men qiziqib keldim. O'zimning bir parça tadqiqotni qisqacha tanishtirib qo'yishga uchun. Endi siz bir necha kundan buyon shu faoliyatga qatnashib kelyapsiz. Shu faoliyat to'g'riliq qanday ko'z qarashlaringiz bor, qanday hissiyotga oldingiz, shuni bir deb qilsangiz bo'pti. Shu haftaligiga mening ko'z qarashim bo'lsa, meningcha unumli bo'ldi. Ko'p tadqiqotchilar har qanday joydan kelib o'zimizning tajribamizni almashtirdik. Yana hozirgacha faqat torda tanishadigan odamlar bilan tanishib qoldik, paranglashib qoldik. Yana necha tanishib qolgan odamlar, tadqiqotchilar bor. Shu bu tarafdan unumli bo'ldi. Yana bir tarafdan qona do'stlar, ko'rishmagili uzoq bo'lganlar bilan yana yangicha ko'rishdik. Shunda shu tarafdan unumli bo'ldi. Endi shu O'g'iz uyushmasininki qurilg'ali bir necha yil bo'lib qoldi. Shu O'g'iz uyushmasi to'g'riliq bir necha yil so'zlab baqsangiz bo'pti. Qachon tanishgan, qachon bilgan, endi qanday aloqalashib, endi shu O'g'iz uyushmasi to'g'riliq o'zingizning ko'z qarashini ber. Men asosan Dilnur bilan tanishgandan bilib oldim bu tashkilot bilan munosabatlik ahvollarini. Meningcha shunda O'g'iz tashkiloti bo'lsa, o'quvchilarning uyushmasi, yana madaniyat uyushmasi bo'lsa, faoliyat ilmiy va madaniy faoliyatlarni ilib berib ketyapsa, meningcha foydali bo'ladi. Bo'libmi Fransiyada turgan Uyg'ur o'quvchilari uchun foydali bo'ladi. Yana bir tarafdan fransuzlar va yerlik odamlarga Uyg'urlarni tanishtiradigan jihatdan foydali bo'ldi. Endi shu O'g'iz uyushmasiga va Fransiyadagi Uyg'urlarga va yoki boshqa dunyodagi har qaysi Uyg'urlarga o'zingizning qanday ko'ngil so'zingiz bor? Ko'ngil so'zim bo'lsa, hamma butun dunyodagi Uyg'urlarga har qanday joyda bo'lsa, ko'ngil so'zim shunchalik shu o'zinglarning kim bo'lganligini unutmaslik lozim. Yana ko'proq Uyg'ur kimligini tutib turish lozim. Rahmat sizga O'tkir apandim. Arzimaydi. Sizlarga rahmat. Rahmat.